ko'ylaklar, abayalar, dvoykalar bor qizlar. Men ko'rsataman. O'zingizga yoqqan modelni skrinshot qilib olinglar. Mana. Biberlarni ko'ryapsizlarmi o'zingizlar? Yubkalar mana. Men bu yubkani chiroyligini qaranglar qizlar, вообще asal ekan. Rubashkalar bilan, futbolkalar bilan kiysanglar shunaqangi chiroyli turadi. Bu tarafimizda ham dvoykalar bor. Xullas, yoshingizga, dadangizga qarab, o'zingizga yoqqanini tanlab olsanglar bo'ladi qizlar. Bu tarafimizda mana kostyum shimlarimiz, plashlarimiz qizlar, dvoychkalarimiz.